Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarim. Bugun juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pchiligingiz hozirgi kunlarda ijtimoiy yordam, nafaqalar va davlat ko'magi masalalarida ko'plab savollar, xavotirlar bilan yashayotganingizni bilaman. Davlatimiz tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish borasida qabul qilinayotgan yangi qarorlar, o'zgarishlar haqida juda ko'p mishmishlar yuribdi. Yangi ro'yxatlar paydo bo'libdi. Kimlargadir yordam berishni to'xtatishibdi. Kimlargadir aksincha yangi imkoniyatlar ochilibdi. Shunday gaplarni ko'p eshityapsiz, to'g'rimi? Bu xavotirlaringiz, savollaringiz mutlaqo o'rinli. Chunki bugungi mavzu har bir oilaga, har bir fuqaroga bevosita ta'sir qiladigan o'zgarishlar bilan bog'liq. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, bugungi videomizda aynan mana shu yangi ro'yxat, yangi mezonlar va ularning har birimizning hayotimizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib beraman. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki ijtimoiy himoya tizimida ro'y bergan fundamental o'zgarishdir. Shuning uchun bu ma'lumotlarni e'tiborsiz qoldirish sizga moliyaviy jihatdan qimmatga tushishi mumkin. Diqqat bilan eshitishingizni va ayniqsa shu kabi masalalar bilan bog'liq bo'lgan yaqinlaringizga ushbu videoni ulashishingizni so'rayman. Video boshlanmasidan avval kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun eng katta motivatsiya. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bilamizki, avvalgi yillarda ijtimoiy yordamni tayinlash jarayonlari biroz boshqacha edi. Masalan, kam ta'minlangan oila maqomini olish va shunga mos ravishda nafaqalar yoki moddiy yordam olish uchun murojaatlar asosan qog'oz shaklida, mahalla fuqarolar yig'inlari orqali amalga oshirilardi. Murojaat qiluvchilar turli hujjatlarni yig'ib, o'z mahallasidagi ijtimoiy xodimga yoki mahalla raisiga topshirishar, u yerdan maxsus komissiya oilaning sharoitini o'rganib chiqardi. Bu jarayonning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Ko'pincha byurokratik to'siqlar, hujjatbozlikning uzoqligi, inson omili sababli ba'zi holatlarda adolatsizliklar yuzaga kelishi mumkin edi. Eng asosiysi, yordamga haqiqatdan ham muhtoj bo'lgan oilalar ba'zan ushbu yordamdan bebahra qolishi yoki aksincha moddiy ahvoli unchalik yomon bo'lmagan oilalarning ham yordam olishga erishishi holatlari uchrab turardi. Ya'ni tizim aniq maqsadga yo'naltirilganlik va shaffoflik borasida takomillashtirishga muhtoj edi. Ma'lumotlarning tarqoqligi, turli idoralardagi ma'lumotlar ba'zalarining bir-biriga integratsiya qilinmagani sababli davlat aniq ijtimoiy ahvolni to'liq baholay olmasdi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi joriy etildi. Bu shunchaki yangi qoida emas, balki ijtimoiy yordam tizimini to'liq raqamlashtirish va shaffoflashtirishga qaratilgan juda katta islohotdir. Bu reyestrga endilikda turli vazirlik va idoralarning ma'lumotlar bazalari, jumladan soliq idorasi, kadastr, banklar, ichki ishlar organlari, bandlik markazlari, pensiya jamg'armasi va boshqa ko'plab tashkilotlarning ma'lumotlari integratsiya qilingan. Bu nima degani? Bu deganiki, endi oilaning har bir a'zosi haqidagi ma'lumotlar, ularning daromadlari, mol-mulki, ish joyi, bankdagi hisob varag'i, pensiya va nafaqalari haqidagi barcha ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tarzda yagona tizimda jamlanadi va tahlil qilinadi. Yangi ro'yxat deganda aynan mana shu tizim tomonidan belgilanadigan yangi mezonlar va shu mezonlar asosida shakllantiriladigan yordam oluvchilar ro'yxati tushuniladi. Endi har bir murojaat qilgan oilaning ahvoli inson omilisiz, xolis va adolatli tarzda raqamli ma'lumotlar asosida baholanadi.
Bu esa yordamning aynan kimga kerakligini aniq belgilash, mablag'larning o'z joyiga yetib borishini ta'minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Davlatning maqsadi aniq: ijtimoiy yordamni manzilli, shaffof va adolatli qilish. Bu o'zgarishlarning tub mohiyati shundan iborat. Asosiy qism 10. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kimda kerak emas? Keling, endi bu yangi tizimning mezonlarini va ular kimlarga qanday ta'sir qilishini batafsil tahlil qilaylik. Eng avvalo, kam ta'minlangan oila maqomini olish mezonlari sezilarli darajada yangilandi. Endi faqatgina birgina daromad manbai emas, balki oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad, mol-mulkning mavjudligi, banklardagi omonatlar, yaqin qarindoshlarning moddiy yordami kabi ko'plab omillar inobatga olinadi. Davlat endilikda oilani bir butun iqtisodiy birlik sifatida ko'rib chiqadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu savolga javob berish uchun bir nechta tipik misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi, misol. Oilaviy ahvoli o'zgargan yolg'iz ona. Faraz qilaylik, 35 yoshli Zarnigor opa 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydi. Eri uzoq yillar oldin vafot etgan. U avvalroq tikuvchilik sexida minimal ish haqi evaziga ishlagan va mahalla orqali kam ta'minlanganlik bo'yicha nafaqa olib kelgan. Uning oylik daromadi deylik 1,500,000 so'm edi. Har bir bola uchun nafaqa olib, umumiy daromadi qisman yaxshi edi. Biroq yangi tizim joriy etilgandan so'ng Zarnigor opa xavotirda. Chunki uning kattaroq o'g'li yaqinda kasb-hunar kollejini tugatib, shaxsiy kichik biznesini, masalan, taksichilikni yo'lga qo'ygan. Unga hali daromadini rasman ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsa-da, haftasiga o'rtacha 500,000 so'm daromad keltira boshlagan. Avvalgi tizimda bu holatni aniqlash qiyin edi, chunki o'g'lining daromadi rasman ko'rsatilmagan bo'lsa, u oilaning umumiy daromadiga qo'shilmasdi. Endilikda esa ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi oilaning har bir a'zosining, jumladan katta farzandlarning ham, hattoki norasmiy daromad manbalarini bilvosita aniqlashga qodir. Misol uchun, o'g'ilning bank kartasi orqali har kuni kelib tushadigan summalarning muntazamligi, uning nomida bo'lgan avtomobilning mavjudligi, uning soliq idorasida qanday qayd etilgani kabi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Agar o'g'ilning daromadi rasmiy minimal ish haqqi miqdoridan oshib ketsa va bu oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadni davlat tomonidan belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan, aytaylik, har bir oila a'zosi uchun 700,000 so'm oshirib yuborsa, Zarnigor opaning oilasi avvalgi nafaqalardan mahrum bo'lishi mumkin. Bu yerda xavotirlanishga sabab bor, chunki oldingi tartiblar endi ishlamaydi. Misol, katta yoshli farzandlari bilan yashovchi keksa juftlik. Faraz qilaylik, 70 yoshli Omon aka va 68 yoshli Xolida aya, ikkalasi ham pensiyada. Ularning pensiyasi umumiy hisobda 2,800,000 so'mni tashkil etadi. Ular o'rtancha 3 xonali uyda yashaydilar. Ularning 2 nafar voyaga yetgan farzandi bor. Ular ham o'z oilalari bilan birga mana shu uyda istiqomat qilishadi. Katta o'g'li qurilish kompaniyasida ishlaydi. Oylik maoshi 4 million so'm. Kichik o'g'li savdo sohasida band. Oylik daromadi taxminan 3,500,000 so'm. Ularning har ikkisining ham bir nafardan farzandi bor. Avvalgi tizimda agar keksa juftlik alohida kam ta'minlanganlik bo'yicha murojaat qilganida, ularning farzandlarining daromadlari bevosita inobatga olinmas edi. Ko'pincha mahalla komissiyasi
Ularning ahvolini baholashda faqat pensiyani hisobga olardi. Yangi tizimda esa bir manzilda bir oila sifatida yashovchi barcha shaxslar bitta xo'jalik a'zolari hisoblanadi. Ya'ni Omon aka va Xolida ayaning 2 o'g'li va ularning oilalari ham ushbu uyda yashaganligi sababli ularning daromadlari ham umumiy oila daromadiga qo'shiladi. Demak, umumiy oila daromadi Omon aka va Xolida ayaning pensiyasi plus katta o'g'ilning maoshi plus kichik o'g'ilning daromadi equals 2,800,000 plus 4 million plus 3,500,000 equals 10,300,000 so'm. Bu oilada jami shix kishi, Omon aka, Xolida aya, 2 o'g'il, 2 nabira yashayapti. Har bir a'zoga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad 10,300,000 divided by 6 equals 1,716,666 so'm bo'ladi. Bu summa yuqorida aytilgan 700,000 so'mlik mezon gipotetik chegaradan ancha yuqori bo'lganligi sababli keksa juftlik endilikda kam ta'minlangan oila maqomini ololmaydi va hech qanday ijtimoiy yordamga loyiq deb topilmaydi. Bu yerda ham xavotirlanishga asos bor. Chunki oila tuzilmasining kattaligi va daromadlarning umumiyligi eski qoidalarga ko'ra to'g'ri kelgan bo'lsa-da, yangi tizimda endi mutlaqo boshqacha baholanadi. 3. Misol. Nogironligi bo'lgan farzandi bor oila. Qudrat aka va Dilnoza opaning bir nafar nogironligi bo'lgan 2 yoshli farzandi bor. Oldingi tizimda ular nafaqa olishda nisbatan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin edi. Ayniqsa agar otaning daromadi belgilangan miqdordan biroz yuqori bo'lsa. Ko'pincha ular faqat bolaning nogironlik nafaqasi bilan kifoyalanishardi. Yangi ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimida esa nogironligi bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalar uchun maxsus imtiyozlar va qo'shimcha yordam turlari ko'zda tutilgan. Agar ilgari oilaning umumiy daromadi chegaradan biroz oshib ketganligi sababli rad javobini olgan bo'lsalar, endi ular yangi ro'yxatga kiritilgan imtiyozli kategoriya sifatida qo'shimcha yordam turlarini olishlari mumkin. Masalan, ularga yangi turdagi nafaqalar, moddiy yordam yoki nogironligi bo'lgan bolani parvarishlash uchun maxsus to'lovlar tayinlanishi mumkin. Bu yerda xavotirlanishga o'rin yo'q. Aksincha, ularga yangi imkoniyatlar eshigi ochildi. Lekin shunga qaramay, ularga ham o'z ahvolini qayta ro'yxatdan o'tkazishlari va tegishli hujjatlarni, nogironlik to'g'risidagi tibbiy xulosa va boshqalar taqdim etishlari talab etiladi. 4. Misol, yangi turmush qurgan yosh oila. 22 yoshli Diyor va 20 yoshli Madina yaqinda turmush qurishdi. Diyor kichik korxonada xodim. Oylik maoshi 2 million so'm. Madina esa uy bekasi. Ularning hozircha farzandi yo'q. Avvalgi tizimda yosh oilalar uchun maxsus kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olish imkoniyatlari kam edi. Chunki ularning daromadi deyarli har doim belgilangan chegaradan biroz yuqori hisoblanardi. Yangi ijtimoiy himoya yagona reyestri va undagi yangi ro'yxatga ko'ra, yosh oilalar, ayniqsa yosh farzandli oilalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Agar Diyorning oylik maoshini 2 kishilik oila a'zosiga bo'lsak, har biriga 10 million so'm to'g'ri keladi. Bu esa kam ta'minlanganlik chegarasidan yuqori. Biroq ular farzandli bo'lgandan so'ng oila a'zolari soni 3 nafarga yetadi va har bir a'zoga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad 2 million divided by 3 equals 666,666 so'mga tushadi. Bu esa yuqorida aytilgan 700,000 so'mlik gipotetik chegaradan past bo'lib,
ularga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanishi uchun asos bo'ladi. Demak, farzandli bo'lishni rejalashtirayotgan yosh oilalar uchun bu yangi ro'yxat yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Ular hozirdan o'z daromadlarini to'g'ri hisoblab, kelajakda davlat ko'magiga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqishlari kerak. Kimlar xavotirlanishi shart emas? Aslida, xavotirlanishi shart emas degan toifa yo'q. Chunki har bir fuqaro, hatto o'zini o'ziga to'q hisoblaganlar ham yangi qoidalar bilan tanishib chiqish kerak. Biroq, agar sizning oilaviy daromadingiz har bir oila a'zosiga nisbatan respublikada belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan, hozirgi kunda bu ko'rsatkich aniq raqamda o'zgarib turishi mumkin. Masalan, taxminan 700,000 so'm deb olsak. Doimiy ravishda 2 barobar yoki undan ko'p miqdorda oshsa va oilangizda nogironligi bo'lgan shaxslar yo'q bo'lsa, siz ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilmasligingiz ehtimoli yuqori. Shunga qaramay, yuqorida aytilganidek, bu ham shartli holat. Masalan, sizning oilangiz o'ziga to'q bo'lsa-da, kutilmagan favqulodda vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Masalan, oila boshlig'i og'ir kasallikka chalinishi, yong'in yoki tabiat ofati tufayli mol-mulkiga ziyon yetishi kabi holatlarda davlat tomonidan bir martalik moddiy yordam berilishi mumkin. Bu kabi holatlar ham yangi ro'yxatda o'z aksini topgan. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, ijtimoiy himoya yagona reyestrida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va tushunarsiz jihatlar mavjud. Ular haqida bilish juda muhim, chunki bu sizni kutilmagan rad javoblaridan yoki yordamdan mahrum bo'lishdan asrashi mumkin. 1. Daromadlarning o'zgaruvchanligi, mavsumiy ishlar. Ko'pchilik qishloq joylarida dehqonchilik yoki mavsumiy ishlardan daromad topadi. Misol uchun, paxta terimi davrida yoki meva yig'ish mavsumida oilaning daromadi keskin oshishi mumkin. Qishda esa bu daromad sezilarli darajada kamayadi. Yangi tizim daromadlarni avtomatik tarzda oxirgi silxi yoki TV2 oy davomidagi o'rtacha ko'rsatkich bo'yicha hisoblashi mumkin. Agar mavsumiy ishchi yozda yuqori daromad olgan bo'lsa va bu uning o'rtacha yillik daromadini kam ta'minlanganlik chegarasidan oshirib yuborsa, qishda unga yordam rad etilishi mumkin. Bu yerda nima qilish kerak? Bunday holatlarda albatta hududiy ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, o'zining mavsumiy ishchi ekanligini, daromadlarining o'zgaruvchanligini isbotlovchi hujjatlarni, masalan, dehqonchilik haqida ma'lumotnoma, mavsumiy ish joyidan ma'lumotnoma taqdim etish lozim. Ba'zan mahalla fuqarolar yig'inining xulosasi ham muhim rol o'ynashi mumkin. Kichik mol-mulkning ta'siri. Yangi tizim nafaqat daromadni, balki oilaning mol-mulkini ham inobatga oladi. Deylik, oilaning nomida bir dona eski avtomobil, masalan, chiblitchi yillik Jiguli yoki Moskvich bor. Avtomobilning texnik holati yomon bo'lib, amalda undan foydalanilmasa ham, u kadastr ma'lumotlarida qayd etilgan bo'lsa, bu oilaning o'ziga to'q ekanligidan dalolat beruvchi omil sifatida baholanishi mumkin. Shu bilan birga, ba'zi hududlarda dehqonchilik uchun ajratilgan mayda yer uchastkasi ham oilaning mol-mulki sifatida baholanadi. Bu yer uchastkasi aslida oilaga minimal daromad keltirsa-da, tizim uni katta aktiv sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Bunday hollarda avtomobilning texnik ko'rikdan o'tmaganligi haqidagi ma'lumotnomalar, yer uchastkasidan olinadigan daromadning juda kamligi haqidagi mahalliy hokimlik yoki dehqonchilik xo'jaligidan olingan ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. 3. Yashirin daromadlar va hisob raqamlar. Eng katta tuzoqlardan biri bu bank hisob varaqlaridagi harakatlar bilan bog'liq.
Yangi tizim banklardagi barcha hisobvaraqlar va ulardagi omonatlar haqidagi ma'lumotlarni yig'adi. Agar oila a'zolaridan birining bank kartasiga muntazam ravishda do'stlari yoki qarindoshlari tomonidan, masalan, chet elda ishlaydigan yaqinlaridan pul o'tkazmalari kelib tursa, tizim buni yashirin daromad sifatida baholashi mumkin. Deylik, chet elda ishlaydigan amakingiz har oyda 200 AQSH dollari yuboradi. Yil davomida bu sezilarli summaga aylanadi va oilaning o'rtacha daromadini yuqori ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, oila a'zolarining kimdir qimmatbaho buyumlar, masalan, zargarlik buyumlari, qimmatbaho maishiy texnika sotgani yoki avtomobil sotganidan tushgan pullarni bank hisobvarag'ida saqlasa, tizim buni doimiy daromad manbai sifatida tushunishi mumkin. Bunday holatlarda bankdan o'tkazmalarning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, xorijdan yuborilgan pulning beg'araz yordam ekanligi haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu noaniqliklar juda jiddiy e'tibor talab etadi. 4. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Garchi yangi tizim raqamlashgan bo'lsa-da, mahalla fuqarolar yig'inining roli butunlay yo'qolgan emas. Ayniqsa, daromadlarni aniqlash qiyin bo'lgan holatlarda, masalan, yashirin daromadlar, uyda xususiy ravishda hunarmandchilik bilan shug'ullanish, mavsumiy chorvachilik. Mahalla komissiyasi oilaning ahvolini joyiga chiqib o'rganishi va o'z xulosasini berishi mumkin. Bu xulosa tizimga kiritilishi va qaror qabul qilishda inobatga olinishi mumkin. Bu inson omilining oxirgi panohi bo'lib xizmat qiladi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, mahalla xulosasi ham avtomatlashtirilgan tizimning ma'lumotlari bilan zid bo'lmasligi kerak. Aks holda qayta tekshiruvlar boshlanishi mumkin. 5. Qaror ustidan shikoyat qilish tartibi. Agar sizga yordam tayinlash rad etilsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, qaror ustidan shikoyat qilish huquqingiz bor. Bu jarayon ham avtomatlashgan bo'lib, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YIDXP orqali yoki bevosita ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga yozma murojaat qilish orqali amalga oshiriladi. Shikoyatda rad javobining sabablarini aniq ko'rsatish, o'z ahvolingizni isbotlovchi qo'shimcha hujjatlar, masalan, sog'ligingiz yomonlashgani haqida tibbiy ma'lumotnoma, ish joyingizdan daromad kamaygani haqida ma'lumotnoma ilova qilish lozim. Shikoyatlar ma'lum muddatda ko'rib chiqilib, qayta baholash o'tkazilishi mumkin. Bu noaniq jihatlar va istisnolarni bilish sizga vaziyatga to'g'ri baho berishga va kerakli choralarni ko'rishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, azizlarim, endi amaliy jihatdan siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Har bir qadamni batafsil tushuntirib beraman. Birinchi qadam: o'z eligibilitingizni tekshirish, rasmiy mezonlar bilan tanishish. Eng avvalo siz ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimining amaldagi mezonlari bilan tanishishingiz kerak. Bu mezonlar O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yoki ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytlarida, shuningdek, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz da e'lon qilinadi. E'tibor bering, bu mezonlar yil davomida o'zgarishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishib chiqish muhimdir. Saytlarga kirib, ijtimoiy yordam yoki nafaqalar bo'limini toping va u yerdagi kam ta'minlangan oilalarni aniqlash mezonlari yoki ijtimoiy nafaqalarni tayinlash tartibi kabi hujjatlarni diqqat bilan o'qib chiqing. Ayniqsa, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad chegarasi, mol-mulkning maksimal qiymati va hisobga olinmaydigan istisnolar, masalan, bir dona turar joy,
bir dona shaxsiy avtomobilning ma'lum yoshdan eskiroq bo'lishi kabi bandlarga e'tibor qarating. Qadam, hujjatlar yig'ish. Agar siz o'zingizni yoki oilangizni kam ta'minlangan deb hisoblasangiz va yordamga murojaat qilishga qaror qilsangiz, avvalo barcha kerakli hujjatlarni yig'ib olishingiz shart. Bu jarayon juda muhim, chunki bitta hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi arizangizni rad etilishiga olib kelishi mumkin. Mana standart hujjatlar ro'yxati. Pasport nusxalari. Oilaning har bir voyaga yetgan a'zosining pasporti. Pasportning amal qilish muddati tugamaganiga ishonch hosil qiling. Tug'ilish guvohnomalari nusxalari. Voyaga yetmagan farzandlarning tug'ilish guvohnomalari. Nikoh guvohnomasi nusxasi. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, ajrim to'g'risidagi guvohnoma yoki o'lim haqidagi guvohnoma nusxasi. Agar shunday holatlar mavjud bo'lsa. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Oxirgi silqi yoki 12 oy davomidagi oilaning barcha a'zolarining daromadlari haqidagi ma'lumotnoma. Agar rasmiy ish joyingiz bo'lmasa, bandlik markazidan yoki mahalladan ishsiz ekanligingiz haqida ma'lumotnoma olishingiz kerak. Yer kadastri hujjatlari nusxalari. Agar oilaning nomida yer uchastkasi bo'lsa. Transport vositasi mavjudligi haqidagi ma'lumotnoma. Agar avtomobil bo'lsa, uning ro'yxatdan o'tganligi va texnik holati haqida ma'lumot. Bank hisobvaraqlaridan ko'chirma. Oilaning barcha a'zolariga tegishli bank hisobvaraqlaridagi pul mablag'lari harakati haqida ma'lumotnoma. Nogironlik to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma. Agar oilada nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, TMEK xulosasi. Mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma. Ba'zi holatlarda oilaning ijtimoiy ahvoli haqida mahalla komissiyasining xulosasi talab qilinishi mumkin. 3. Qadam. Murojaat qilish jarayoni. Endilikda ijtimoiy yordam olish uchun murojaatlar asosan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali onlayn tarzda amalga oshiriladi. Bu eng qulay va tezkor yo'l. Onlayn murojaat. my.gov.uz saytiga kirib, ro'yxatdan o'ting. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz. Keyin ijtimoiy himoya yoki nafaqalar bo'limini toping va kam ta'minlangan oilalarni aniqlash va ularga yordam tayinlash xizmatini tanlang. U yerda sizdan oilangiz haqidagi ma'lumotlarni kiritish, yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklash talab qilinadi. Anketani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Har bir ma'lumotni to'g'ri va aniq kiriting. Offlayn murojaat. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki onlayn tizimda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, hududingizdagi davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda va hujjatlarni topshirishda yordam berishadi. Shuningdek, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga ham murojaat qilish mumkin. 4. Qadam. Murojaat holatini kuzatish va rad etilgan taqdirda nima qilish kerakligi. Murojaatni topshirganingizdan so'ng, uning holatini my.gov.uz portali orqali kuzatib borishingiz mumkin. Arizangizning qaysi bosqichda ekanligi ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha ma'lumot talab qilinmoqda, rad etildi, tasdiqlandi haqida ma'lumot olasiz. Agar rad javobini olsangiz, rad javobi berilishining sababi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Sababni diqqat bilan o'rganing. Agar siz rad javobiga qo'shilmasangiz va o'zingizni nohaq deb hisoblasangiz, yuqorida aytilganidek, qaror ustidan shikoyat qilish huquqingiz bor.
my.gov.uz portali orqali yoki ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga yozma ravishda murojaat qiling. Shikoyatingizda rad javobining sababini inkor etuvchi qo'shimcha dalillarni yoki hujjatlarni taqdim etishingiz lozim. Shikoyatlar ma'lum muddatda, odatda fitriy ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. 5. Qadam. Eligibilityni saqlab qolish va o'zgarishlarni xabar qilish. Agar sizga yordam tayinlangan bo'lsa, bu degani siz doimiy ravishda yordam olasiz degani emas. Tizim vaqti bilan, masalan, har 6 oyda yoki yilda bir marta oilangiz ahvolini qayta baholaydi. Shuning uchun vaziyatingizdagi har qanday o'zgarishlarni, masalan, ishga kirishingiz, daromadingizning oshishi, oila a'zolari sonining o'zgarishi, yangi mol-mulk sotib olishingiz, zudlik bilan ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga yoki my.gov.uz orqali xabar qiling. Bu sizni kelajakda ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatidan yoki boshqa muammolardan asrashi mumkin. Hujjatlaringizni doimiy ravishda yangilab turing. Masalan, pasportingizning amal qilish muddati tugamasa, farzandlaringiz voyaga yetganda yangi hujjatlar rasmiylashtirilishi kerak. Bu qadamlarga rioya qilsangiz, siz yangi tizim bilan bog'liq har qanday muammoni osonlik bilan hal qila olasiz va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy yordamdan to'liq foydalana olasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda yangi ro'yxatning mohiyati, ijtimoiy himoya tizimidagi o'zgarishlar, eski qoidalar va hozirgi yangiliklar orasidagi farqlar haqida batafsil gaplashdik. Shuningdek, kimlar bu o'zgarishlardan xavotirlanishi, kimlar uchun yangi imkoniyatlar ochilishi, tizimdagi istisnolar, tuzoqlar va eng muhimi, amaliy jihatdan siz nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdim. Unutmangki, ma'lumotga ega bo'lish bu yarim g'alaba degani. Bu yangi tizimning asosiy maqsadi yordamning aynan chinakam muhtojlarga yetib borishini ta'minlashdir. Bu jarayon avtomatlashgan, shaffof va adolatli bo'lishi kerak. Shuning uchun vaziyatdan xabardor bo'ling. O'zingizning va yaqinlaringizning ahvolini jiddiy baholang va yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda hali ham savollar qolgan bo'lsa, yoki mening fikrlarimga qo'shimcha mulohazalaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni diqqat bilan o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.